Assalomu alaykum. Men Nur va Rizqulhaq Berdiyevna, Romitan tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika Tarnovut filialida oila shifokori bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bizning jamoamizda 4 ta patronaj hamshira, 2 ta amaliyotchi bo'lib, 2 ta brigada tashkil qilinib, ish soatimiz ertalabki soat 8 dan kechqurungi 20 gacha davom etadi. Ishimizning asosiy maqsadimiz aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatni yanada yaxshilash, sifatini oshirish, aholi orasida tashviqot, targ'ibot ishlarini olib borish va kasalliklarni ilk bosqichda aniqlash va topilgan kasalliklarni tez va manzilli davolashdan iboratdir. Bu uchun biz aholi orasida xatlov ishlarini olib borib, xatlov natijasida aholimizni 4 ta guruhga bo'ldik va bu bilan aholimizning 4 ta guruhini 2026-yilda hammasida rejali davolash ishlarini tashkillashtirdik. Har birda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholimizni Demet tizimi orqali poliklinikada elektron holda retseptlar tashkil qilib, bepul davolashni yo'lga qo'ydik. Aholi orasida Demet tizimi haqida tushunchalar berib, Demet tizimini afzalliklarini, ular uydan turib o'zlari xohlagan vrachga, xohlagan vaqtlarida xohlagan navbat olishlarini va topshirgan tahlillarni natijasini uyda turib ko'rishlarini tushuntirdik. Bu Demet tizimi aholida ham tibbiy xodimlardan juda katta qulayliklarga ega. Bu tibbiy xodimlarda esa vaqtni tejashini, qog'ozbozliklarni kamaytirishini va ortiqcha asabbuzarliklarni kelib chiqmasligini ko'rdik. Bular hozirgi kunda aholimiz orasida kasalliklar juda kamayib ketganligini, erta bosqichda aniqlanganligi uchun bizda og'ir ahvolda bo'lgan kasalliklar deyarli aniqlanmayapti. Bu uchun hammasi uchun bizga shuncha qulayliklarni yaratgan mana shu prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga va vazirimiz Xudoyorovga va barcha rahbarlarimizga katta rahmatlar aytamiz.